hammasi uchun birma-bir so'rab olaman. Jekka ishonib qo'ydim. Ochig'i, muammoni hal qilib bermayapti. Kim? Hech kim yo'q-ku. Yosh bolalarni qiyamasi kerak. Hazillash. Mana bossam yana yonaptimi bu? Nima bo'lyapti? Kompas, sen ham tirikmisan? Bugun kelasanmi? Ko'rib turganingdek, gapirolman, tirikman. Kompas meni qo'limda. Hech qaysing kompasni men qo'limga tortib ololmaysan. Bugun sen bilan ko'rishaman. 14:00 da ara ko'chada bo'l. O'chirsan, qayta yonyapti. Machete, bu tabiiy hol. Kompas seni taqdiringni o'zgartirmoqda. Ha, yaxshi. Kompas bilan bu o'tgan xotiralar men uchun bag'ishli bo'ladi-yu. Xursandman, Machete. Bugun bir dushman bilan ko'rishishim kerak. Aloqada bo'lib tur. Okey. Machete, yo'ling bexatar bo'lsin. Ko'rishdan oldin qara, daqiqa qara. Nima bo'lyapti? Nima qo'yapti? Ehtiyot bo'l. Vaqt mashinasi o'tmishini o'zgartirishni boshlayapti. Afsuski. Machete, kuzatuv kamerasi bo'l. Dushman bilan ko'rsatgan joyida ehtiyot bo'l. Machete, kompasdan ehtiyot bo'l. Buni olib qochish mumkin. Unga mushtaylar birinchi bo'lib turib. Gapini eshitma. Eshitibsanmi? Alo. Shu. Machete, kompasni qaytarib ola olmasang, taqdiringni o'zgartira olmaysan. O'tmishga qayta olmaysan. Ol. Senga aytgan edim, Machete, birinchi bo'lib turib mushtaylashing kerak edi. Kompasimni oldim. Mana. Dushmanlaring ko'p, ko'rdingmi? Ko'rdim. O'tishimga qayta olmaychi. Shuni unutma, Machete. Kompas bu oddiy soat emas. Bu taqdiringni o'zgartira oladigan yagona yo'l. Uni asrashing kerak. O'tmishingni qaytara olishing mumkin.